Xizmatchi bo'lganingdan keyin qilasan-da, o'zdan shahar tiling uchun ham yer tega olmaysan. Sandaqa ukani Dettonga topshirish kerak. Mol. Opa. Kiryapsizmi? Ha, kiryapman. Men naskimni ham yuvib bering. Men sen sassiq naskini yuvamanmi? Hali era tegsang, ering naskisini ham nimasini ham yuvasan-ku. Endi u irin, shirin. Shirin a? Men sen bilan bitta qorindan talashib uchun yuvmaysan buni. To'g'ri yo'qol o'zing yuv. Ana shunaqa xaraktering bo'lsa, hayotda yer tega olmaysan. Ha, hayotim ovqatlandingizmi? To'ydan keyin masga o'zim shirin ovqatlarni pishirib beraman. Voy, nima deganingiz bu? Men hamma ovqatlarni qilishni bilaman. Shu uchun ham bir haftadan men och o'tiribmiz. Faqat uzum bilan non yeymiz. Yo'q, sizga emas. Yaxshi keldingizlarmi? Mana. Kelib zo'rishyapti. Nima qilasan lasan? Yana o'zingga o'xshagan qara tappi jo'ralaringni olib keldingmi? Uyga ovqat yo'q jo'ralaring uchun. Yo'qotamasni. Opa, jimbo bular. O'tiringlar. Opam shunday hazilkashlarda o'tiringlar. Yo'qot dedim. Yo'qot! To'xtanglar. Ketmanglar, to'xtanglar. Chiravozingni qo'yga qolib ketsin. Hozir kimligini aytsam, o'zing izidan yugurasan. Kim? Jo'ralarim emas bular, sovchilar aytdi. Sovchilar? Ah.